Insonning turmush o'rtog'idan boshqa huzur topadigan joyi yo'qdir. Mutlaqo yo'qdir. Inson turmush o'rtog'isiz azob chekadi. Onasi emas, singlisi ham emas, faqatgina turmush o'rtog'i. Shuning uchun Ibn Abbos shunday deganlar. Hazrati Odam jannatda shuncha narsalarni ichida yolg'izlik his qildi. Shundan so'ng Alloh uning suyagidan unga do'st bo'lsin deb Hazrati Havoni yaratdi. Inson bu do'stlik istaydi. Bir insonni qidiradi, bir yaqinlik qidiradi. Ruh faqatgina boshqa bir ruh bilan huzur topadi. Bu ruh esa turmush o'rtog'ing bo'lishi kerak. Chunki Alloh turmush o'rtoq uchun shunday degan: "Va sizlarni sokinlik topishingiz uchun o'zingizdan juftlar yaratganligi va oralaringizga sevgi va marhamatni solib qo'ygani ham uning oyatlarining dalillaridan." Shuning uchun turmush quradigan kishing akangdan, otangdan, onangdan yanada yaqin bo'ladi. Turmush o'rtog'ing eng yaqiningdan ham yaqin bo'ladi. Mana shu Allohning rahmatidir. Alloh qalbingizga yarasha bir turmush o'rtoq nasib etsin.